Toshkentda Tambalay mahallasida bo'lgan obyektimizni sizlarga bir qator ko'rsatib o'tiraman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana kotelning qismini mashq joyiga yig'dik. Bu bochkalarimiz manaki eshigidan sig'adigan bochkani 5 tasini o'qqa bir-biriga ulab 5 tonnalik yonkis qildik. Yonkislarimizni ko'rayotgan bo'lsanglar, bittalab kran qo'yib, addush ish bo'lgan. Mana tepaga bundoq chiqarib, tashqariga chiqarib qo'yganmiz. Shtobi vodovaski bemalol bo'shatib ketadi mana shu 5 tonnalik yonkisimizni to'ldirib. Kirishda mana bitta filtrimiz bor, ili nasos 370 vatlik. Ba'da mana kelyapti kotelga. Kotelimiz kondensatsion Eurohot kotelidan. Tishlamator qo'ydik, gidrosterka qo'ydik, mana chistotli nasos qo'ydik. Mavrash bakimiz mana sistemaga ishlab turibdi. 24 litrli, 50 litrli sovuq suvga. Sovuq suv haqida oldin ham video qilganmiz. Bu rashbak nimaga kerak o'zi? Gidroudar oldini oladi. Eng yaxshi fishkalardan bittasi svet tushib qolganda ham ozgina bo'lsa ham suv tushirib beradi. Kamida 10 litr suv tushirib beradi. Svet uchib qolgandan keyin. Uchuvchilarga montajiga alohida respekt. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, cho'tka qilib stabilizatorlar bor. Mana bitta shuni kirgandan olib ketib rakvini qo'yib berdik. Tashqariga qo'ymanglar, mashq qo'yib beringlar, shtobi yaxlab qolmasligi uchun dedi. Ba'da ham mana ayvonning tagida ponni podval qismi, podvalni ham ushun konkret qilib qo'yibdi. 8 tali radiatorimiz, kollektorimiz bor bu yerda. Radiatorlarga luchvoy bo'lib tarqagan. Mana xo'sh, modda ham bitta aristonimiz bor, 50 litrli. Ichkarida bitta kichkina sanuzilchamiz bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'taman sizlarga. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana kanalizatsiyalar ham mana oldingi eski kanalizatsiyasi qulab berdik, tashqariga olib chiqib. Ustuklarimiz hozir yopib ketgan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana hozir ichkari mana tanishtirib o'taman sizlarni. Obyektimiz o'zi remontdan chiqib bo'lgan obyekt edi. Podval qismi bo'lganligi uchun bitta sal bemalol ish bo'ldi. Mana hozir svet yo'qlaylik. Bitta mana panelli radiator уже hozir kecha yoqib ketgan edik, bugun issiqqina o'yla. Mana shu remontni umuman bizmasdan cho'tka qilib berdik. Mana uylarimiz ham cho'tka holatda. Endi mana bu spalni xonamiz bor bitta. Spalnimizga ham bitta radiator tushdi. Ichkari xona bo'lganligi uchun bitta sanuzilchiga managa rahmat bersizlar. Mana kirganda shuni o'ynatyapti. Rakvinamiz bor, radiator bo'ldi. Stiyakli dush. Bu shun konkret. Like bosib yuborsizlar qisqasini olib aytganda. Endi nariyoq tomonga o'tamiz. Bu yoq tomonga o'tamiz mana ekan hozir. Bakkan bo'lsanglar. Mana bu yerda katta ayvon qismi. Ayvonga ham 3 ta panelli radiatorlardan ustunovka berdik. Ishlar akkuratli bo'lgan. Hech qat buzilmagan. Yangilarning joyi. Hech qatga tegmaylar. Bizmasdan qilib bera olasizlarmi buni? Qilib beramiz dedik. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, bu yerda ham bitta panelli radiatorimiz bor. Bu ham mana issiqqina ishlab turibdi. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xonadon egalari endi ko'chib kirib, mazza qilib yashaydigan joy bo'ldi. Hayvon qismi ham juda ham katta va chiroyli. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, o'sha santexnik qidirib yurgan insonlarga shu videoni tashlab qo'yinglar. Bundanda cho'tka qilib obyektlar bitirib beramiz. 0 dan 100 gacha bitirib beramiz. Rahmat, xayr.